Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Putin 2036-yilgacha Rossiyaning milliy siyosati qanday bo'lishini belgiladi. 2008-yildan beri qo'llanmagan 5-darajali xavf Gonkong nega ogohlantirilmadi? Ukraina va AQSh tinchlik rejasining kamida 3 punktida ixtilof qilmoqda. CNN. Tayvan $40 milliard qurollanadi. Urushga tayyorgarlik boshlandimi? G'azoning 70 yili barbod bo'ldi. Bu fojia Yaqin Sharqning kelajagini o'zgartiradimi? AQShning Venesuelaga bosimi ortida neftga bo'lgan manfaat yotibdi. Kolumbiya prezidenti. Sovuq kunlar boshlandi do'stlar. Aynan shu paytda erkaklarning eski bezovtaliklar yana qaytadi. Tez-tez hojatga chiqish, kechasi uyquning buzilishi, sovuqda yanada kuchayadigan og'riqlar. Shu holatlarni yengillashtirishda Prostamix ko'pchilikka yordam bermoqda. Tabiiy tarkibi bilan yallig'lanishni kamaytiradi, shishni tushiradi va tinch uxlab o'zingizni yengil his qilishga yordam beradi. Batafsil ma'lumot ekraningizdagi raqamlarda. Putin 2036-yilgacha Rossiyaning milliy siyosati qanday bo'lishini belgiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2036-yilgacha bo'lgan davrda Rossiya Federatsiyasining davlat milliy siyosati strategiyasini tasdiqladi. Hujjat 2026-yil 1-yanvardan kuchga kiradi. Strategiya 6 ta bo'lim, 61 ta banddan iborat. Umumiy qoidalardan tashqari, hujjatda Rossiyadagi millatlararo va elatlararo munosabatlarning hozirgi holati haqida umumiy ma'lumot berilgan. Strategiyaning boshqa boblari davlat milliy siyosatining maqsadlari, tamoyillari va ustuvor yo'nalishlariga, shuningdek, Rossiya Federatsiyasi mintaqalarida milliy siyosatni amalga oshirish strategiyaning bosqichlari va maqsadli ko'rsatkichlariga bag'ishlangan. Xususan, hujjatda ta'kidlanganidek, strategiyani amalga oshirish Rossiya Federatsiyasining tarixan shakllangan davlat birligi va hududiy yaxlitligini saqlashga, uning ichki barqarorligiga, Rossiya Federatsiyasi xalqlarining uyg'un rivojlanishi va farovonligiga, o'ziga xos sivilizatsiya davlati asosi sifatida Rossiya Federatsiyasining ko'p millatli xalqi birligini mustahkamlashga hissa qo'shishi kerak. Yangi strategiyadan farqli o'laroq, avvalgi strategiyada sivilizatsiya davlati atamasi mavjud emas edi. Ammo ilgari bu ta'rif Putin tomonidan 2024-yilda tasdiqlangan Rossiya Federatsiyasining tarixiy ta'lim sohasidagi davlat siyosati asoslarida ham tilga olingan. Putin hukumatga hujjatni amalga oshirish rejasini tasdiqlash vazifasini topshirdi va mintaqalar hokimiyati hamda mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlariga qoidalarga amal qilishni tavsiya qildi. 2008-yildan beri qo'llanmagan 5-darajali xavf Gonkong nega ogohlantirilmadi? 27-noyabrga o'tar kechasi Gonkongda 7 qavatli turar joy binosi yonib ketdi. 40 dan ortiq odam ham yonib halok bo'ldi. Bu haqda South China Morning Post xabar berdi. Gonkongning maxsus ma'muriy hududi rahbari John Lee kamida 44 kishi vafot etganini, 270 dan ortiq odam bedarak yo'qolganlar safida ro'yxatga olinganini ma'lum qildi. Yong'in shaharning shimolidagi Taipo tumanida joylashgan turar joy majmuasida boshlangan. O't avval bambukdan qurilgan qurilish mahsulotlarida tezda tarqalib, so'ng yuqori qavatli bir necha binolarga o'tgan. Yong'in xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Wang Fuk Court majmuasidagi 8 binoning kamida 7 tasini olov qamrab olgan. Halok bo'lganlar orasida yong'in vaqtida aloqasi uzilgan va keyinchalik kuygan holda topilgan bir nafar o't o'chiruvchisi ham bor. Hukumat yong'inga eng yuqori 5-darajadagi xavf toifasini bergan. Gonkongda bunday daraja oxirgi bor 2008-yilda qo'llangan. Yong'in juda tez tarqalgan bo'lib, bunga kuchli shamol va uchib ketayotgan chiqindilar sabab bo'lgan. Yong'inning rasmiy sababi hali aniqlanmagan, lekin mahalliy aholining avvalgi shikoyatlariga ko'ra, binoda ta'mirlash olib borayotgan ishchilar chekishgan bo'lishi mumkin. Yong'inni o'chirish ishlarida 700 dan ortiq xodim qatnashgan. Ertalabgacha bir necha o'choqlar to'liq bartaraf etish ishlari davom etgan. Shuningdek, yong'in bilan bog'liq holda 52 dan 68 yoshgacha bo'lgan 3 erkak qo'lga olingan. Ular binoda ta'mirlash ishlari olib borgan qurilish kompaniyasi xodimlari bo'lib, 2 nafari rahbar, biri esa muhandis konsultant ekani aytilmoqda. Politsiyaning ma'lum qilishicha, binolarning tashqi qismida o'rnatilgan materiallar yong'inga chidamli emasligi aniqlangan. Huquq-tartibot idoralari kompaniya rahbariyatini beparvolikda ayblab, bu yong'inning nazoratsiz tarqalishiga va ko'plab qurbonlarga sabab bo'lganini bildirgan. Xitoy davlat telekanali xabariga ko'ra, Xitoy yetakchisi Si Szinpin halok bo'lganlar va jabrlanganlar oilalariga ta'ziya izhor qilgan.
Ukraina va AQSh tinchlik rejasining kamida 3 ta punktida ixtilof qilmoqda. CNN. Donald Tramp ma'muriyatining Ukrainaga tinchlik rejasi bo'yicha takliflari va Kiyev rasmiylari nimaga tayyorligi o'rtasida sezilarli tafovutlar mavjud. Bu haqda 26-noyabr kuni Amerikaning CNN telekanali muzokaralar jarayonidan xabardor bo'lgan ukrainalik yuqori martabali suhbatdoshga tayanib xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, rejaning 28 ta bandining aksariyati bo'yicha konsensusga erishilgan. Shu bilan birga tomonlarning fikrlari sezilarli darajada farq qiladigan kamida 3 ta masala mavjud. Gap xususan Donbassdagi bir qator muhim hududlar Moskva nazorati ostiga o'tishi haqida bormoqda. AQSh avvalroq Ukrainaga u yerda Rossiya nazorati ostidagi delimitizatsiya zonasini yaratishga rozi bo'lishni taklif qilgan edi. Ukrainalik manbaning ma'lum qilishicha, bu taklif bo'yicha ma'lum yutuqlarga erishilgan, biroq yakuniy qaror qabul qilinmagan. Bundan tashqari Ukraina qurolli kuchlari sonini 600 ming kishi bilan cheklash bo'yicha AQSh taklifi ham muhokama qilinmoqda. Kiyev hozircha bu g'oyani ma'qullashga tayyor emas. Nihoyat Ukraina NATO a'zosi bo'lish istiqbolidan voz kechmoqchi emas. Bunday yon berish yomon pretsedent yaratgan va Rossiyaga aylanishga yangi nomzodlarni qabul qilishga veto qo'yish huquqini bergan bo'lardi, deb ta'kidladi manba. Telekanalning ta'kidlashicha, har uchala band ham Ukraina uchun qizil chiziqlar, ammo Moskva uchun prinsipial hisoblanadi. Tramp ma'muriyati buni qanday ko'rsatishga urinmasin, gap umuman kelishmovchiliklarning qolgan bir nechta oddiy bandlari yoki hal qilinishi kerak bo'lgan mayda tafsilotlar haqida ketmayapti, deya ta'kidlaydi CNN. Tayvan 40 milliard dollarga qurollanadi. Urushga tayyorgarlik boshlandimi? Tayvan prezidenti Lai Ching-te Xitoyning potensial tajovuzidan himoyalanishni kuchaytirish maqsadida qurol-yarog' xaridini tezlashtirish uchun qo'shimcha 40 milliard dollar mablag' ajratishini ma'lum qildi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. 26-noyabr kuni e'lon qilingan bu byudjet Tayvanning harbiy tayyorgarlik darajasini 2027-yilgacha yuqori darajaga ko'tarishni maqsad qilgan. Lai Ching-te bundan bir kun avval Washington Post nashrida chop etilgan maqolada bu xarajatlar demokratik Tayvanni himoya qilishga qaratilganini ta'kidlagan. Milliy xavfsizlik borasida murosaga o'rin yo'q. Tajovuz oldida yon berish qullikdan boshqa narsa emas. Milliy suverenitet, erkinlik va demokratiyaning asosiy qadriyatlari mamlakatimizning poydevoridir, degan Lai matbuot anjumanida. Ma'lumotlarga ko'ra, Tayvanning mudofaa byudjeti 2026-yilda yalpi ichki mahsulotning 3,32% ga yetadi. Bu 2009-yildan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Prezident esa mudofaa xarajatlarini 2030-yilgacha borib yalpi ichki mahsulotning 5% gacha oshirishni maqsad qilgan. So'nggi yillarda Xitoy o'zining hududi deb da'vo qiladigan demokratik yo'l bilan boshqariladigan Tayvanga nisbatan harbiy va siyosiy bosimni kuchaytirib, uni nazorat ostiga olish uchun kuch ishlatish ehtimolini inkor etmayapti. TP esa bu da'volarni qat'iyan rad etmoqda. G'azoning 70 yili barbod bo'ldi. Bu fojia Yaqin Sharqning kelajagini o'zgartiradimi? G'azo Isroil bosqini tufayli 70 yillik rivojlanishdan ortda qoldi. Bu haqda BMTning savdo va rivojlanish masalalari bo'yicha organi bosh kotibining o'rinbosari Pedro Manuel Marana taqdim etgan Falastin iqtisodiyotining holatiga boshlangan hisobotda so'z boradi. Unda aytilishicha, ko'p yillik harakatlanish cheklovi va harbiy harakatlar oqibatlari o'nlab yillik taraqqiyotni barbod qilgan hamda G'azo va g'arbiy sohilni vayronaga aylantirgan. Marianoning aytishicha, G'azo kuzatuvlar tarixidagi eng tez va eng vayronkor iqtisodiy qulashni boshdan kechirmoqda. 2024-yilda G'azo YAIM o'tgan yilga nisbatan 83% ga qisqargan. Aholi jon boshiga YAIM yiliga atiga $161 qayd etgan. Mutaxassislarning qayd etishicha, bu kuniga 50 sent degani bo'lib, hozirda dunyodagi eng past ko'rsatkich hisoblanadi. Umumiy ishsizlik darajasi 50% ga, G'azoda esa 80% dan oshgan. Hisobotda aytilishicha, G'azo hududidagi barcha maktab va universitetlarning vayron qilinishi bolalarni ta'lim olish imkoniyatidan mahrum qilgan. Mutaxassislar fikricha, bu jarayonning oqibatlari bir necha avlodlarga seziladi. G'azo 70 yillik rivojlanishni yo'qotdi, deydi iqtisodchi Muttassim Elagra. BMT, YI va Jahon bankining qo'shma hisob-kitoblariga ko'ra G'azoni tiklash uchun 70 milliard dollardan ortiq mablag' kerak bo'ladi. Unquoted bosh kotibi Rebecca Greenpassning aytishicha, qishloq xo'jaligi yerlarining 86% zarar ko'rgan, suv quduqlarining 83% yo'q qilingan, issiqxonalarning 71% shikast yetgan, ekin ekishga yaroqli hududlar faqat 1,5% ni tashkil etmoqda. Shuningdek, portlashlar va portlamagan o'q-dorilar oqibatida yerning ifloslanishi keng ko'lamli xalqaro yordamni talab qiladi. AQShning Venesuelaga bosimi ortida neftga bo'lgan manfaat yotibdi. Kolumbiya prezidenti
Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro AQShning Venesuelaga qilayotgan bosimi ortidan narkokartellarga qarshi kurashish emas, balki neftga bo'lgan manfaat yotganini aytdi. Bu haqda o'z CNNga bergan intervyusida ma'lum qildi. Mazkur bayonot AQShning Karib dengizi va Tinch okeanidagi harbiy faolligi kuchaygan bir paytda yangramoqda. Neft bosimning asosiy sababi. Neft masalaning markazida turibdi. Venesuela dunyodagi eng yirik neft zaxiralariga ega. Demak, bu neft bo'yicha muzokara. Menimcha, Trampning mantig'i shunda. U Venesuelaning demokratlashuvi haqida o'ylayotgani yo'q. Giyohvand moddalar savdosi haqidagi umuman gap bo'lishi mumkin emas degan Petro CNN telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida. Petroning so'zlariga ko'ra, Venesuela yirik giyohvand moddalar ishlab chiqaruvchi davlat hisoblanmaydi. Global narkotik savdosining faqat nisbatan kichik qismi ushbu mamlakat orqali o'tadi. Petro Donald Tramp bilan tez-tez kelishmovchiliklarga duchor bo'lmoqda. Kolumbiya yetakchisi so'nggi bir yil ichida Tramp ma'muriyatining immigratsiya siyosatini, Isroilni qo'llab-quvvatlashini va Lotin Amerikasida harbiy faolligini keskin tanqid qilib kelmoqda. Petro 26-noyabr kuni AQShni o'z qo'shinlarini majburlashga urinayotganlikda ayblagan va uning harakatlarini imperializmga qiyoslagan. Qo'shma Shtatlarni imperiya deb hisoblash mumkin emas, u boshqalar qatori davlatlardan biridir degan prezident. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.